Assalomu alaykum. Biz o'tgan darsda foydalanuvchilarga ma'lum bir qoidalar asosida internetga cheklov qo'ydik. Avtorizatsiyadan o'tmaguncha, demak, foydalanuvchi internetdan foydalana olmaydi. Demak, bu qoidalar bo'yicha ishlash bo'yicha dastlabki ko'nikmalar edi. Ushbu darsimizda endi biz mana shu pravilani doirasini kengaytirib, boshqa holatlar uchun ham ko'rib o'tamiz. Misol uchun ko'radigan bo'lsak, hozirgi holatda administrator kompyuteri bilan biz kirganmiz. Anaqaga Kerio kontrolga bog'langanmiz. Demak, hamma foydalanuvchilarni chiqarib tashlaymiz hozirgi holatda. Va demak, birinchi navbatda mana xodimni kompyuteridan boshlaymiz. Buni kirishdan oldin cmd ana xodimni kompyuteri yordamida tashqariga ping berib qo'yamiz. 8 -ta. Demak, ping yo'q. Keriodan avtorizatsiyadan o'tamiz. Kim, misol uchun bizda foydalanuvchi xodim kim? Rektor bo'lishi mumkin. Salom 123. Mana avtorizatsiyadan o'tdik. Avtorizatsiyadan o'tganimizdan keyin mana internet ishlashni boshladi. Demak, barcha resurslarga kirib turibdi. Ishladi. Endi mana shu holatni biz talabani kompyuterida ham ko'rishimiz mumkin. cmd ping 4.8 demak yo'q. Kerio lokal misol uchun talaba paroli talaba 123 avtorizatsiyadan o'tdik. Demak, javob keldi. Internetga dostуп bor. Demak, ikkita kompyuterda ham xodim ham, talaba ham internetga chiqdi, dostуп bor, yaxshi. Shu darsimizda biz qoidalar sifatida tanlab olamiz. Misol uchun ikkita kompyuterda ham hozir o'rnatilgan Telegram bilamiz, messenjeri. Hozirgi kunda barchada demak urf bo'lgan eng zamonaviy, mashhur messenjerlardan bittasi. Mana ikkita kompyuterda ham kirib turibmiz. Demak, bitta mana kirdik. Yaxshi. Endi biz ushbu darsimizda xodimlar uchun Telegram ishlashini qoldiramiz. Qolgan foydalanuvchilar uchun uni bloklab qo'yamiz. Misol uchun talabalar umuman Telegramdan foydalana olmasin. Buning uchun nima qilamiz? Administrator kompyuterga o'tgan holatda, mana Kerioga o'tgan holatda, mana настройка konfiguratsiya bo'limiga o'tamiz. Pravila trafika bor. Mana shu bo'limda yangi qoida yaratamiz. Misol uchun qoidani yaratamiz. Mana добавить. И bu yerda misol uchun Telegram uchun qoida. Вот. Далее источник sifatida biz aytamizki, mana Telegram yaratamiz. Источник kim? Ya'ni manba bo'lib xizmat qiladi talabalar. Misol uchun пользовательский gruppada bizda gruppa bor. Misol uchun talabalar gruppasi bor, xodimlar yoki определенный ma'lum bir talabani berib qo'yishimiz mumkin. Biz misol uchun talabalar gruppasini tanlaylik. Mana talabalar gruppasini tanlaymiz. Talabalar gruppasi. Dalее. Endi qayoqqa borish kerak? Bu qayoqqa borish kerak? Demak, Telegram bu juda katta servis. Buni serverlari ma'lum bitta domenga yoki boshqa narsaga biriktirilmagan, ya'ni ko'plab IP adreslari bor. O'shanaqa holatda biza demak ma'lum bir adreslarga blok qo'yganimiz ma'qul. Buning uchun nima qilamiz? Mana demak o'sha источник
endi назначениеga kiritamiz, adres bo'limini tanlaysiz. Mana adres bo'limini tanlaysiz. Adresni qanaqa kiritishingiz mumkin? Demak 192.168.0 bir ko'rinishda определен yoki ma'lum bir chegarani tanlashingiz mumkin yoki ma'lum bitta podset tanlashingiz mumkin. Mana shunaqa holatda ko'rishimiz mumkin. Biz demak Telegramni adreslarini ko'radigan bo'lsak, mana internetdan qidirasiz. Yoki bo'lmasa mana shu yerdan o'zida ham qidirsangiz bo'ladi. Telegram IP ranges range qidirsangiz ham bo'ladi. Tak. Buning uchun mana IP info bo'limiga kirib ko'radigan bo'lsak, mana IP address ranges bor. Mana bizda demak Telegramni IP diapazoni. Ya'ni bu yerda Telegram nafaqatgina bitta IP emas, bir nechta, ya'ni misol uchun 4000 umumiy hisobda oladigan bo'lsangiz 8000 dan ortiq IP adres bilan ishlaydi. Serverlari joylashgan. Ya'ni bitta server ishdan chiqadigan bo'lsa ham, boshqa serverlari uni o'rniga demak to'ldiruvchi sifatida ishlayveradi. Demak siz Telegramni yopmoqchi bo'lsangiz, bittalab yopaman desangiz, u juda katta ishni bajarishingiz kerak. U uchun eng yaxshisi mana shu diapazonni kiritib qo'yasiz. Mana bu yerda mana shu birinchi diapazonni oldik, nima qildik mana? Kiritdik. Mana qo'shildi. Yana ikkinchi IP adresni olishingiz mumkin. Virtual holatda bo'lgani uchun ishlashi tez emas kompyuterlarning virtual holat bo'lgani uchun. Вот. IP adres demak uchinchisi. Uchinchi diapazonni kiritdik. Mana bu demak 4-diapazon. Diapazon ko'p emas, uni kiritib qo'yishingiz mumkin bemalol. Вот. Keyingisi 5-diapazon. IP adres bo'yicha demak diapazonlar bo'yicha mana kiritdik. Вот, kiritib bo'lganimizdan keyin Далее knopkasini bosamiz. Службали shartnomasi qanaqa? Готово. Mana e'tibor beradigan bo'lsak, bizda Telegram uchun qoida degan narsa bo'ldi. Demak, bu qoida kimlar uchun ishlaydi? Talabalar uchun ishlaydi. Talabalar qaysi talabalarning kompyuteridan demak mana shu IP diapazonlariga murojaat boradigan bo'lsa, mana shu murojaatlarni biz demak bloklashimiz kerak. Bizning holatimizda bu narsa действие, разрешить, ya'ni ruxsat berilgan. Biz shu narsani bloklashimiz kerak. Buning uchun demak o'sha разрешить yozilgan maydonni ustida mishkan chap knopkasini 2 marta bosamiz. Вот, разрешить emas, mana bu yerda удалить, ya'ni blok holatiga qilishimiz, blok holatiga o'tkazamiz mana. Okey, и применить. Так, endi qaranglar. Bu narsani hozir mana сообщение chiqdiki, mana NAT yozilgan. Mana shu NAT qoidasi bu qoidani demak bekor qilish mumkin dedi. Biza o'sha ya'ni tepadagi qoida bo'yicha NAT bo'yicha demak foydalanuvchilarga demak autentifikatsiyadan o'tgan foydalanuvchilarga любой harakati bo'yicha demak ruxsat beradi. Mana shu narsani biz tepaga olib o'tamiz. Qoidani olasizlar-da, ko'tarasizlar-da. Misol uchun mana shu NATdan tepaga chiqarib qo'yasiz. Ya'ni birinchi qoidalar umuman tekshirilganda tepadan boshlab pastga qarab tekshiriladi. O'shanaqa holatda demak
mana bu yerda blok holatiga o'tdimi, demak pastga o'ta olmaydi, pastga o'tib keta olmaydi. Ya'ni mana bu pastdagi qoida bu narsani tepadagi qoidani cheklay olmaydi. Mana shu holatda mana primitivni tanlaymiz. Mana bu bo'ldi. Endi e'tibor beramiz. Telegram. Mana bu talabani xodimni kompyuterdan kirganimizda Telegramni ishlab turibdi. Bez problem. Mana endi shu narsani biror bir foydalanuvchiga yozaylik. Tarmoq yoki tizim bunaqasini ko'radigan bo'lsak, mana kanalimiz bor. Salom dedik. Mana murojaat ketdi. Mana talabani kompyuterdan e'tibor bergan bo'lsangiz, mana o'sha ulanish holatiga o'tib qoldi. Ya'ni talabalarni ixtiyoriy talaba, misol uchun o'sha autentifikatsiyadan o'tadigan bo'lsa, avtorizatsiyadan o'tadigan bo'lsa, keriodan. Bular uchun umuman Telegram ishlamaydi. Bu web qismini ham ko'radigan bo'lsangiz, mana web Telegram deydigan bo'lsak, mana web Telegramda ham mana connecting bo'lib turaveradi. Hech qanaqa bu yerda nima deydi, murojaat yo'q Telegramga. Lekin internet ishlab turibdi bizda. Misol uchun boshqa saytlarga kirishingiz mumkin. Bu saytlarga bemalol kirishingiz mumkin. Aynan siz Telegram servisidan umuman foydalana olmaysiz. Chunki biz o'sha administrator kompyuteri yordamida, demak, aynan talabalar uchun Telegramni yopib qo'ydik. Endi e'tibor beradigan bo'lsak, mana shu avtorizatsiyada o'tish jarayonini ko'radigan bo'lsak, mana logout. Endi bu yerda talaba bilan kirgandik biz. Endi misol uchun boshqa, misol uchun Akbar Hayitov bor edi bizda. Akbar Hayitov salom 1 2 3 bilan kiradigan bo'lsak, mana o'sha o'tdik. Endi Telegram bo'limiga o'tadigan bo'lsak, mana e'tibor bergan bo'lsangiz, o'sha Akbar Hayitov bu xodimlarga kiradi, talaba emas bu. Mana e'tibor beradigan bo'lsak, bunda Telegram ishladi. Demak, biz pravila yaratdik. Pravilada ko'rishimiz mumkin. Mana Telegram uchun qoida, talabalar mana shu Telegramni IP adreslariga murojaat qilganda, bu murojaat demak o'chiriladi. Demak, siz tashkilotingizda ma'lum bir xodimlar uchun yoki ma'lum bir gruppalar uchun Telegram umuman boshqa servislarni bloklab qo'yishingiz mumkin. Ushbu darsda yana bir narsani ta'kidlab o'tmoqchiman. Mana e'tibor beradigan bo'lsak, biz Telegram uchun qoidasini yaratgan bo'lsak, mana shunda назначение, ya'ni borish kerak bo'lgan точка uchun IP larni kiritib chiqdik. Telegram servisining IP larini. Shunaqa holat bo'lib qolishi mumkinki, mana shu IP larni mana shu qoidani bilmasdan misol uchun o'chirib yuborishingiz mumkin, boshqa narsa bo'lishi mumkin. Bu narsani yana kiritaman desangiz, yana IP larni birma-bir kiritib chiqish kerak bo'ladi. Bu noqulaylik tug'diradi. Mana shunaqa holatlarda o'zingiz uchun qulay bo'lish uchun tez foydalanadigan servislarni IP larini IP gruppa sifatida shakllantirishingiz mumkin. Buning uchun nima qilasiz? Asosiy menyuga kirib, gruppa IP adresi degan joy bor. Mana shu yerda, ya'ni IP adreslar gruppasi degan joy bor. Mana e'tibor beradigan bo'lsangiz, bu yerda Dropbox, Kero, Microsoft Launcher turibdi. Biz yangi bir gruppa yaratishimiz kerak. Buning uchun nima qilamiz? Bu yerda добавить bo'limini tanlab, demak, создать новый Telegram и adresga, misol uchun adresga nima kiritamiz? Birinchi adresga misol uchun kiritamiz, mana bu adresni kiritamiz. Qaysini? Control ставить. Okey. Tak. Keyingisi yana добавить qilamiz. Endi holatda mana выбрать существующий, ya'ni mavjudni, ya'ni Telegram gruppasini o'ziga yana qo'shishda davom etamiz. Вот. IP adres. Okey. Keyingi rangeimiz endi pastdan tepaga qarab boramiz. Tak.
добавить Telegram IP'sini qo'shdik. Mana barcha IP'larni qo'shib bo'ldik. Demak, Telegram degan gruppa IP'lar gruppasini hosil qildik. Mana preminentni bosamiz. Endi yana qoidalarga o'tamiz. O'tadigan bo'lsak, правила trafika. Mana e'tibor beramiz, mana bu назначениеda IP'larni olib tashlaymiz. Shuni olib tashlasangiz ham bo'ladi. Yoki mana shu pravilani o'chirib tashlaylik, misol uchun. O'chirib tashladik. Mana boshqatdan so'zlab qilamiz, mana. Telegram uchun qoida, misol uchun. Dalее. Kimlar uchun bu pravila? Ya'ni пользователи группы. Demak, bizda talabalar gruppasi uchun qo'shib qo'yamiz. Определенный foydalanuvchini ham. Demak, xodimlardan rektor uchun ham, demak, Telegram ishlamaydi. Misol uchun Akbar Hayitov Telegram ishlaydi xodimlardan, talabalar uchun ishlamaydi, rektor uchun ham ishlamaydi. Вот. Keyingisi qaysi servisga borganda, misol uchun boyagi adresni tanlagan bo'lsak, birma-bir yozib chiqqan bo'lsak. Mana bu yerda tayyor. Gruppa IP adres. Mana biz Telegram degan gruppa sini yaratganmiz. IP adresda gruppasida mana shu Telegram tanlab qo'yamiz. Misol uchun dalее службаlar shart emas, готовani bosib qo'ydik va bu Telegramni nima qilishimiz kerak edi? Demak, bloklashimiz kerak edi. Mana bloklashimiz kerak edi. Mana отказать yoki удалить. Применить. Вот yana shunaqa сообщение chiqdi, ya'ni NAT bu qoidani bekor qilishi mumkin-da. Demak, buni prioritetini NATdan yuqoriga qo'yamiz. Ya'ni dastlabki holatda Telegram uchun tekshiriladi va preminentni tanlaymiz. Вот bu bo'ldi. Mana uzilish bo'ldi. Mana logout. Rektor bilan kirsak ham ishlamaydi. Mana Akbar Hayitov bilan kirsak, salom 1 2 3 bo'ldi. 126 edi. Demak, mana уже ishlashni boshladi. Mana ko'rgan bo'lsanglar, mana bu 136 bo'ldi xabarlar soni. Demak, biz ushbu darsda o'sha pravilalarni sal kengroq holatda ko'rib, oddiy misol sifatida Telegramni bloklashni ko'rdik. Bu juda ham qiziq qoidalar to'plami. Ko'plab holatlarni yaratishingiz mumkin. Yana bitta misollardan bittasi, misol uchun ishxonangizda faqat TASX ga ruxsat berishingiz kerak. Qolgan saytlarga, misol uchun chet eldagi saytlarga kirmoqchi bo'lsa, demak, kirmasligi kerak. Demak, u keyingi darsimizda aynan o'sha TASX saytlariga faqat dostуп berib, qolganlarni bloklash holatlarini ham ko'rishimiz mumkin.